Darhaqiqat, ochiq va samarali muloqotlar murojaatlarni joyida hal qilish imkonini bermoqda. Bu tizimning yo'lga qo'yilgani hududlarda to'planib qolgan muammolarni samarali hal etish imkonini beribgina qolmasdan, davlat organlari va fuqarolar o'rtasida o'zaro yaqinlikni hamda ishonchli hamkorlikni yangi pog'onaga olib chiqdi. Jizzax shahridagi ishga marhamat mono markazida o'tgan sayyor qabul bunga bir misoldir. Viloyat harbiy prokuraturasi va favqulodda vaziyatlar boshqarmasi hamda qator hamkor tashkilotlar ko'magida tashkil etilgan sayyor qabul doirasida avvalo yurtimizda olib borilayotgan tub islohotlar inson manfaatiga xizmat qilishi, aholining turli sohalardagi muammolarni bevosita tinglash, ularga joyida yechim topish va fuqarolar bilan davlat idoralari o'rtasida ochiq muloqotni ta'minlash har bir mutasaddi tashkilot faoliyatining asosiy yo'nalishlaridan biri ekanligi mas'ullar tomonidan alohida ta'kidlandi. Qabul davomida jami 14 ta fuqarolik murojaati kelib tushdi. Murojaatlar asosan ishga joylashish, harbiy xizmatga doir va turli ijtimoiy himoya masalalaridan iborat bo'ldi. Jarayonda 4 ta murojaat joyida ijobiy hal etildi. 8 ta murojaat yuzasidan zarur tushuntirishlar berildi. Qolgan 2 ta murojaat esa tegishli tashkilotlarga yuborilib, ijrosi nazoratga olindi. Tadbir chog'ida fuqarolarning fikr-mulohazalari tinglandi. Ular bilan yuzma-yuz suhbat o'tkazilib, har bir murojaatga individual yondashuv asosida yechim izlandi. Mas'ul tashkilot vakillari tomonidan berilgan javoblar va amaliy ko'mak fuqarolarning mamnuniyatiga sabab bo'ldi. Bunday sayyor qabullar jamiyatda adolat va ishonchni mustahkamlash, davlat organlarining xalqqa yaqinligini ta'minlash hamda muammolarga barham berishda muhim mexanizm sifatida xizmat qilmoqda.